Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet fuqarolarga 2 yanvardan boshlab 8 yanvargacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Qorli kunlarga tayyorlaning. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 2 va 3 yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqatgina 3 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 2 va 3 yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 4-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 3 va 4 yanvar kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Havo harorati 2-3 yanvar kuni 2 daraja sovuq, kechasi kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. 2 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 4-8 yanvar kunlarida yomg'ir yog'ishi prognoz qilinmoqda. Havo harorati 3 yanvar kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Faqat 5 va 8 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.